Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir e'tibor qaratinglar, mana yuqoriga ko'taraman kamerani. Umuman boshqa rangga kirdi. 200 ming. Mana pastga tushiraman. Umuman boshqa rang. Bu sun'iy gazonimiz mana xiznalarga solish uchun, bolalar bog'chasiga solish uchun, xullas uyda hamma ro'zg'or mahsulotlari uchun, ya'ni oyoq ostiga solish uchun ishlatiladi. Hozir bundan 10 metr ochlayapmiz. 200 ming. Ko'rishlaring mumkin mana. Bu tarafga o'tdim, umuman boshqa rangda, bu tarafga o'tdim, umuman boshqa rangda. Mana endi bu tarafga o'tdim, umuman boshqacha tug'lanadi. Xullas buni kir bo'lsa, usti chang bo'lsa, loy bo'lsa, yuvsa bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, sun'iy gazonimiz mana zinalarga, xullas uylarga, bog'chalarga, o'yingohlarga hamma narsaga ishlatsa bo'ladi. Rulonda eni 2 metr, 25 metr bo'ladi. Ya'ni bu degani 50 kvadrat bo'ladi. Agarda joyingiz kichikroq bo'lsa, mana bu yerda kesilganlari ham bor. Mana 1.35 ligi bor, mana hatto 50 santimetrligi ham bor. Istalgan razmerda kesib